Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlarмен sport жаңалықтары videoni bostamас turib arnaga tirkelib, videoga like bosishni unutmangizlar. Eng so'nggi жаңалықтар tek qana bizda bo'ladi do'stlar. Janibek Alimxonұлы мен Bahodir Jalolov kim mıқты? Eğer Janibek Alimxonұлы mаған jekpe-jekte hech kim chiqmasa, eng og'ir salmoqqa avsam degan edi. Eğer o salmoqqa avsib Bahodir Jalolovga to'g'ri kelsa ne bo'ladi? Janibek Alimxonұлы men Bahodir Jalolov ikkovi de kasbqo'y boksi jengilsiz kela жатқан tanimali sportchilar. Alayda, ularning salmoq darajalari har turli bo'lganlikdan tikili solishtiruv qiyin. Janibek Alimxonұлы o'rta salmoqda 72 kiloga дейін hunar ko'rsatadi. Ol WBO және IBF tushirumlari bo'yicha olim chempioni atog'ini iyellagan. So'nggi jekpe-jegin 2024-yilning qazon oyida Sidneyda o'tkazib, 9-raundda Жаңа Zelandiya vakili Andrey Mikhailovichni texnikalik nokaut bilan yengdi. Bahodir Jalolov super og'ir salmoqda 90 kiloga дейін hunar ko'rsatadi. Ol avesqo'y boksda 2 turkin olimpiada chempioni atanib, 2024-yili avesqo'y mansabini аяқтап, to'liqday kasbqo'y boksga austi. Kasbqo'y ringda 14 jekpe-jek o'tkazib, barlig'ini nokaut bilan jengishga jetdi. 2025-yilning 5-savrinde Astonada o'tgan boks keshida Janibek Alimxonұлы fransiyalik bokschi Anuel Nigamesing bilan кездеседі. Bahodir Jalolov da o'si kesh ruxtasada xalq laqab atdi. Jalpa, Janibek Alimxonұлы o'rta salmoqda, al Bahodir Jalolov super og'ir salmoqda hunar ko'rsatadikdan ularning жетістіктері solishtiruv qiyin. Har qaysisi o'z salmoq darajasida jo'g'ari natijalarga qo'l yetkazadigan mıқты bokschilar deb ataydi do'stlar. 5-savr Janibek Alimxonұлы men fransiyalik Anuel Nigamesing o'rtasida jekpe-jek bo'ladi. Bilet qoni 25 mingdan 225 mingga дейін. Sizlarмен sport жаңалықтары bo'ldi. Arnaga tirkelib videoga like bosishni unutmangizlar do'stlar. Eng so'nggi жаңалықтар tek qana bizda bo'ladi.